Ko'pincha ota-onalar farzandlari 10-11 yoshdan oshgandan keyin bir narsani sezib qolishadi. Nega farzandim menga o'xshamayapti? Nega o'rtoqlariga o'xshab ketib qolyapti? Nimaga men aytgan narsalarni qilmayapti? Nega gapimga kirmayapti? Chunki bola kim bilan ko'p vaqt o'tkazayotgan bo'lsa, o'sha insonning qadriyatlari, o'sha insondaqa fikrlash, o'sha inson yaxshi ko'rgan narsalarni u ham yaxshi ko'rib qolishi tabiiy ravishda rivojlanadi. Agar bola maktabga borayotgan bo'lsa, xususiy maktabga borayotgan bo'lsa, 8 soat, 10 soat vaqtini o'sha o'rtoqlari, o'sha o'qituvchilar bilan o'tkazadi. Ular bilan birga o'ylaydi, o'rganadi, gaplashadi. Shuning uchun ham tabiiy ravishda o'shalardek fikrlash paydo bo'lib qoladi. Buni rus maktabga farzandini bergan o'zbek oilalari yaxshiroq bilishadi. Chunki ular ko'pincha aytadi, nega bolam menga o'xshamayapti? Nega bizni qadriyatlarni tushunmayapti, o'rganmayapti, ulardan voz kechib ketyapti? Chunki siznikidaqa yurmaydi bola, maktab bo'yicha yuradi. Shuning uchun ham maktab tanlayotganda birinchi o'rinda maslahat beraman, o'qituvchini tanlash va u yerda o'qiyotgan o'quvchilarni tanlash. Chunki o'qituvchilar va o'quvchilar mana shu maktabni muhitini hosil qiladi. Ko'p joylarda hamma o'qituvchilar bilan gaplashib chiqishning imkoni yo'q. Ko'p vaqt oladi. Tabiiyki, hamma o'quvchilar bilan ham gaplashib chiqa olmaysiz. Lekin siz qilishingiz mumkin bo'lgan bitta narsa bor. Siz o'sha maktabning asoschisi, direktori bilan gaplashishingiz mumkin. G'oya muallifi o'ziga o'xshagan insonlarni atrofiga yig'adi. O'ziga o'xshagan odamlar o'sha yerda ishlaydi, shu g'oyani amalga oshiradi. Aynan o'shaning uchun ham biz maktab binolaridan ko'ra, darslardan ham ko'ra o'sha yerda yurgan muhitni hosil qiladigan odamlarni tanlashimiz eng muhim omil hisoblanadi. O'shaning uchun bino tanlamang, odamlarni tanlang.